Kulağını çekildin mi? Şile. Dep bakalım. İşte kıl. Oldu yine. Bizim kaytaylı. Bakıl. Yarlanıpsız da. Kadın hareket kalk su oldu. Ha, yaxshimsiz bro. Yaxshimsiz Bu o'g'lim. navbat ish qiyinliq bo'lganda klasdan chiqibdi-da. Bog'chada sayliq qilgandek ha? İşkanıdı olta qanday. Endi sayilda sayil qilgandekmi? Keling ha. Tayyorlan. Başla. Siz ustadınız. Turib qo'ydingiz. Ko'zingizga nim bo'ldi? Hozir chiq yaxshi. Ko'rpa qaytdi. Bo'ldi ko'ma. Chiqdim ko'raman. Bo'ptamsa. Yarlanıpsız. Ko'ra oldingizmi? Hech gap yo'q. Qo'lingizni chiqiring ha. Mana qarang, ha? Ko'rdim-ku, ular qayg'ir to'g'risidagi fikrimizni inkor qilgandan keyin dengiz armiyasidan chekinib chiqish, kadrning o'zi mesaj qarori. Birovni musobaqa qatnashga qayil qilishdan ilgirki gapmi bu? Shundoq, sabdoshlarim meni o'z tushunchasidan ko'ngil ichib faoliyat o'tkazdi. Ular meni mas qilib qo'yib, akulani so'laydigan cho'ng to'ngga sep qo'yibdi. Akulani oshqog'iniga ushlab topdi ekan. Axir qanday bo'ldi? Akula og'zini yug'on ichib meni bir yalmabla yutib o'tmoqchi bo'ldi. Men darhol uning keniga yutib, qanotini tutib olib, u yoqdan bu yoqqa uzib, tutuqlamgachga menga chiqilolmadi. Rostmi? Ras. Keyin bir qo'lim bilan saqiqini, yana bir qo'lim bilan qanotini ching tutib, kuchab sirtqa tortdim. Keyinchi? Saqiqi yirtilib ketdi. Siz uning shu vaqtdagi pushqirashlarini tasavvur qila olasiz. Men aytgan. Ham yer akulaning qini va ichki a'zolari bilan to'lib ketdi. Yana nima qilibdi tafakkur? Nima qilgandi? Odamning qo'li. Akulaning qo'sig'ini texe yer baxmagandim. Uning ichida nimalar bor ekan? Keling, bu ablahning qo'sig'ida nimalar bor ekan? Ko'r baqayli. O bir mashina ishlayotgan o'xshaydi. O qalaymiqan narsalarni qancha ko'p yesa shuncha o'zirnamish. U nima? Marjandek qildi o. Men bu akula ishkimizdan sizga qilgan sovg'imiz. Rahmat sizga qarqiyin. Buni pokiz yuyib, kichik do'stimga esib qo'yay. Endi sahildagi qavoqini uchaylik. Men uchmayman. Uchalaysiz. My uncle's serious, Kelly. He plotted this entire thing. Waited to the last minute. I should have known he'd try and steal my hotel away from me. He's not gonna get it. Hey, what's the matter? Max, I need your camera. Men otamni mehmonxonadan kim topdiman? Asramang jeshi, men bilan birga bo'lsangiz, opangiz xotirjam bo'ladi. Sepni sapandim. Siz bek qaramkansiz. Kichik bolaning hayoti bilan o'ynashadigan mas'uliyatsiz erni umrimda ko'rmaganman. Erkin aynoq bayxinim, sizga deydigan gapim yo'q. Kechga kirib ketdim. Bu marjonni nereden aldınız? Sepni sapandim dedi. Mis marjankan Akula'nın qasıqdan chiqdi. Asramang, u o'lik akula. I was hoping you'd be here. Why don't we go lay this down behind the dunes? Next time I'll ask your permission. See you later, Squirt. I was hoping you'd be here. How's it going, Nicole? Never had a better day, Hurricane. Why don't we go lay this down behind the dunes? And I'll show you how exciting a parachute ride can be. Lead the way. Brother.
Birodar, sening bugungi ifodang bak nachar bo'ldi juma. Men san'at institutida sinf bo'yicha birinchi o'qigan. Bu hargiz tasodifiy bo'lgan emas. Men dengiz armiya I-15 tipli sistemining birdan-bir loyihaligisi. Bu mo hargiz tasodifiylik emas. Agar sen mening yuzimni yaqin og'inamning oldida to'kdim deb qaragan bo'lsang, butunlay xatolashgan bo'lsa, meni ta'zib bilmaydi ekansan. Sana deb qo'yay, mening qobiliyatim bor. Bilotamsan, mening qobiliyatim bor. Yuzimning to'kilishiga hargiz qarab turmayman. Tuqamsan, hargiz qarab turmayman. Sen butunlay xatolashding, birodar. Bilotamsan. Endi bundaq savallik hargizmi yuzamsin? Uqdingmi? Hargizmi? Nima? Nim deding? Bo'ldi, endi bu ishlarni tagmayli. Kela. Vaqt to'shdi. Dal mushu narsaning ishi. Hey, Spence! It's a good workout, brother. Wow. It's a beautiful day. How you doing, brother? Hey, Sepines. Bayaq o'yinni ko'may qolding-da. Men qara birodar. Bugun havo nimaga yaxshi, ha? To'g'rimi? Ular bir qarorga kelib bo'pti. Nima? Ular bir qarorga kelib bo'pti. Kim nima qaror qilibdi? Dengiz armiyasi mal zakaz qilish talonni mushnonda kater yasaydigan yana bir xil shirkatga beribdi. Nima? Yo'q, bu mumkin emas. Har qanday kater qahrga o'xshamaydi. Bu zodi qanday gap? Sen bilirsan. Hukumat degan shu cho'ng shirkatni puldorlarni qo'g'daydi. Siyosiy bilan iqtisodni birlashtirib oladi. Odamni ochig'ini keltiradigan shundoq yaxshi loyihaning qimmati bo'lmaganicha. Men bu qarshilik ko'rsatib baxtim, biroq ahmidi. Sana nim bo'ldi? Men mag'lub bo'ldim. Sana nim bo'ldi? Hech bo'lmagandeklik qilasan-ku. Sen barlig'ini mush katerga berishtirgan, hamma narsani ko'rib qo'ygan tursan. Ilmi. Gadining ichi qarzga bo'g'ilib ketding. Endi yana yangi qarz elib, koni qarzlaringni qaytarmasan bo'lmaydi. Agar bu qadar qutoqdan ololmasan, ular hammani olib ketadi. Ular alla burun harakatga bo'ldi. Bank katerni og'ili kelajak kuni kelmoqchi.